7, 8, 9, 10. Bu yerda 10 ming AQSh dollari. Endi fuqarolarni tinch qo'ying, tinch yashashsin. Sergelida quruvchidan va fuqarolardan katta miqdorda pul talab qilgan ayol qo'lga olindi. Tadbirkor ko'p qavatli uy qurish uchun ayolga pulini to'lab, yerni sotib oladi, hujjatlarni esa notarius orqali rasmiylashtiradi. Ko'p qavatli uy qurilgach, aholi yashashni boshlagandan keyin esa ayol tahdid qila boshlaydi. Men qurgan uylarni asl egasi hozirgi kunda yashayotgan odam telefon qilib, bularga uyini buzib tashlayman, yoqib yuboraman, yashab kiymasanlarni bo'tda deb to'polon qotganligini aytib telefon qildilar. Men chaqirdilar keyin Mirobod tumaniga advokatni chaqirdilar. Borib maqsad nima bo'tda, ne bilan biz qo'ysiz, sen men 20 AQSh dollarini yig'ib berasan dedilar. Nima sababdan yig'ib beraman? Sen men razdel qilganligim uchun men ularni yashatmayman bo'tda baribir. 20 yig'ib bermaguncha har bitta uy 3 ming dollardan pul yig'ib beradi bo'tda dedilar. Vaholanki siz uni pulini bergansiz? Men pulimni berib notarialni 2023-yil notariusda oldi-sotib shartnoma qo'yganman uylarni, qonuniy. Men oldi sotib qo'ygan paytimda uy qurilish tugallamagan bo'lgan, litrlab oldi sotib qo'yganman bu joylarni. Ular unaqa pul bera olmaydi sizga. Nimaga ular pul berish kerak sizga? Desam, "Yo'q, men yashatmayman bilan tinch qo'ymayman baribir" dedi. 10 ming AQSh dollari yig'ib bersam, biz tinch qo'yamiz bularni dedilar. Bitta ayol BYDda kelib to'xtab, u ayol eshigimni buzib kirdi. 3 ming AQSh dollari talab qilishni boshladilar. Besabab, nima sababdan bilmayman. Tinch yashash uchun agar shu yerda yashash xohlasam 3 ming AQSh dollari olib chiqib sanab berishim kerak ekan. Advokat tomonidan 10 ming dollar qo'llariga bergan paytimda ichki ishlar xodimlari kelib, olib ketishdi. Mana men Soattepaga Xo'jakbek aka bergan 10 ming dollar pullarni berdim. Endi sizlarni qayta berishda qilmanglar razdel masalasi bo'yicha. Pullarni olsa ko'rasizlar. Sattorab o'taylik. Xohlagan joyingiz bor. Tekshiring, men qo'limdan qilganim. Nima maqsadda topib oldingiz pulni? Men hech narsaga olganim yo'qman. Ha, bo'ldi. Yo'q, men o'shaganim yo'qman. Tezkor tadbir uyushtirilib, gumondor talab qilingan 20 ming AQSh dollari pulidan 10 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari hamda 2 nafar xolislar ishtirokida ashyoviy dalil bilan ushlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib bo'limga olib kelingan. Qayerga olib ketyapsizlar meni? Ichki ishlar bo'limi. Rudiga. Bilardim shunaqa bo'lishini. 20 ming pul berasanlar dedim, bo'lsanlar bilan oramiz ochilib ketadi dedim. Keyin Bermasang nima bo'ladi dedingiz? bermasa shu anaqani yerni anaqa qilib, buzib olib chiqib ketinglar, uylarni yeri bo'shatib qo'yinglar deb aytdim. Lekin ularni kadastri bor ekan, hamma hujjatlari joyida ekan. Bilmadim, jahl qilib qo'ydim-da, iltimos kechiringlar. O'zi yarim. Qilganingizdan pushaymonmisiz? Men pushaymonman, ikkinchi bu ish qilmayman. Hech kimdan hech narsa so'ramayman, iltimos. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda qo'lga olingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.